sizlar bilan Reverchik. Men bugun o'tgan qismda aytganimdek g'or kavlab o'sha yerda temir branya bo'lib chiqishi mumkin. Hop, endi bolalar g'orni biz bu yerda kavlashni boshlaymiz. Bolalar, bu kanalda 16 ta bo'ldik. Rahmat. Dekabrgacha debman. Tug'ilgan kunimizgacha 30 ta bo'lsak, vashi chotki bo'lardi. Fakir olib kelmasam bo'lmaydi nimagadir. Bola, video qisqa bo'layotganining asosiy sababi men boshqa kanallarimga ham video olishim kerak. Bu endi torrentli video bo'ladi. Qorong'i bo'lib ketmayotgan degan umiddaman. Hozir qaytaman bolalar. Bolalar, menimcha bu chankda kon yo'q. Men dakasiga hali ketayotgandim, lekin o'zi keldik-da. Kelganimizga bu yerga sindirib ham bunaqa bilan o'tib bo'lmaydi. Chankka oxiri bu. Men bitta temir topib oldim. Bir boshidan aytib ketaman. Eski chankda o'ynayotganim esimda emas edi. Shuning uchun dakancha kavlaga ketayotgan ekanman. Mana bu yerda verstak turibdi. Kerak bo'lib qoladi deb o'ylagandim, kerak ham bo'ldi. Mana shu yerda polnosti bitta bulojniksiz ko'mir chiqdi, polni oxirigacha. O'tda ham yoritib qo'ydim. Vot xato bo'libdi. IQ darajasi nimadir ko'rdim men hozir. Qonmi yo'q, bilmadim unisini endi. Men buni ko'ribman. O'tda ham ko'mir chiqdi. No bu aqlga sig'maydigan narsa. No mayli, bitta yotamizda. Hozir qaytamiz. Bolalar water drop qilsam, like bosinglar, qilolmasam obuna bo'linglar. Las obuna bo'linglar deb ketdi. Men water drop qildim. Bolalar water drop istasaman. Barchaga tomosha uchun rahmat. Sizlar bilan Reverchik bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar.